Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiya asoslari fanidan navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizni boshlaymiz. Mavzumizga diqqat qaratadigan bo'lsak, jurnalistika sohasi ijtimoiy institut sifatida degan mavzuda bugungi fikr va mulohazalarimizni ma'ruza mashg'ulotini olib boramiz. Demak, jurnalistikaning institut sifatidagi mohiyati. Jurnalistika o'zi judayam bir jamiyatda muayyan ehtiyojni qondirish uchun shakllangan soha hisoblanadi. Jurnalistika sohasi hozirgi kunimizda jamiyatimiz uchun muayyan ehtiyojni qondirish uchun shakllangan barqaror me'yorlar, qadriyatlar va muhim rollar tizimidir. Qanday ehtiyojni qondirish uchun shakllangan degan savol tug'diradigan bo'lsa, bu insoniyatni borliqni bilish va anglash ehtiyojini qondirish uchun shakllangan soha. Istalgan bitta sohaga oid bo'lgan ma'lumotlar bazasi kunimizda jurnalistika soha orqali yoritilyapti. Demak, olamni, borliqni anglash falsafasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu judayam katta ehtiyojdir. Insonni tabiiy ehtiyojlari bor: yemoq, ichmoq, sovuqdan saqlanmoq va hokazo. Lekin hozirgi kunimizdagi eng katta ehtiyoj, insoniyat uchun judayam bir global darajada yetayotgan ehtiyoj, bu borliqni anglash, uni tushunish, jamiyatda bo'layotgan voqea hodisalarni tahlil qilish ehtiyoji. Jurnalistika ham jamiyatning aynan mana shu axborotga bo'lgan ehtiyojini qondirish vazifasini bajaruvchi mustaqil institut hisoblanadi. Demak, jurnalistika institutining asosiy belgilariga e'tibor qaratamiz. Barqaror me'yor va standartlarga ega. O'zining axloq kodekslari, qonunlari, ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi me'yorlari bor. Muayyan axloq kodekslari, qonunlar, umuman olganda fuqarolik jamiyatida, demokratik jamiyatda talab etiladigan barcha axloqiy me'yorlar bilan, kodekslar, qonunlar bilan mustahkam belgilab qo'yilgan. Ikkinchi asosiy belgisi, sohamiz institut sifatida o'ziga xos rollar tizimiga ega. Biz oldingi darsimizda ko'rib o'tdik: jurnalist, muharrir, noshir, muxbir, tahririyat va boshqa. Demak, bular jurnalistikaning muayyan bir rollari mavjud. Demak, jurnalist axborotlarni yig'adi, qayta ishlaydi, axborot materiallarini tezkorlik bilan yetkazilishiga javob beradi. Muharrir esa mana shu jurnalistlar yig'ib kelgan, tayyorlab kelgan axborotlarni saralaydi. Ularning nashriyot, televideniya, radio, internet tarmog'i qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar, nashriyotga oid bo'lgan muharririyatga oid bo'lgan nuqtai nazarini solishtiradi. Ya'ni muassasasining nuqtai nazariga shaxsiy muallifning nuqtai nazari naqadar mos ekanligini ustidan tahlil o'tkazadi va axborotni nashriyotning, tahririyatning nuqtai nazariga moslaydi. Noshirni vazifasi, demak, bular o'sha jurnalistlar tayyorlab, muharrirlar elakdan o'tkazgan manbalarni nashr etadi. Muxbirlar oldingi darsimizda ham ko'rib o'tdik, voqea joylardan xabarlarni bizlarga tezkorlik bilan yetkazuvchi va barchasini ustidan nazorat o'tkazish tahririyat degan rolga tushadi. Keyingi belgisiga e'tibor qaratsak, jamiyatning muayyan ehtiyojini bajaradi. Demak, kunimizda hozir biz siz bilan ta'kidlab o'tdik, olamni, borliqni, insoniyatni bilish, o'rganish, u haqidagi axborotlarga ega bo'lish ehtiyoji kunimizning eng zarur, eng muhim ehtiyojlardan biri hisoblanadi. O'zingiz ham bunday bir olib qarasak, ovqat yemasligingiz mumkin, uxlamasligingiz mumkin. Lekin smartfondan, telefondan, uyali aloqa vositasidan ijtimoiy tarmoqqa kirasiz. Voqea hodisalarni kuzatasiz. Ya'ni axborot olishga bo'lgan ehtiyoj kunimizda mana shu tabiiy ehtiyojlardan da ortib ketdi.
Odamlar kechqurun uxlash ehtiyojidan ham ko'ra o'sha axborot bilishga, axborotni tahlil qilishga, axborot olishga bo'lgan ehtiyoj ortib boryapti. Smartfondir, televizordir, kompyuterdir va hokazodir. Kun bo'yi 24 soat kerak bo'lsa onlayn holatda o'tiradigan insonlarni bilasiz. Bular uzoqda emas. Bunday insonlar siz bilan bizni atrofimizda, jamiyatimizni ichida, o'zimizni farzandimiz, o'zimizni akamiz, ukamiz, do'stimiz, tanishimiz, dugonamiz. Bunday insonlar mavjud hozir. Yemaydi, ichmaydi, uxlamaydi, lekin televizor ko'radi. Lekin ijtimoiy tarmoqqa 24 soat bog'lanib oladi. Va asosiy xomashyo bazasi. Tahlil qiladi. Jamiyatning ehtiyojlarini tahlil qiladi. Jamiyat hozirgi kunda qanday axborotlarga ehtiyoj sezilyapti? Jamiyat uchun qanday turdagi kontentlar muhim rol o'ynayapti? Mana bu hodisalarni birma-bir tahlil qilib, iqtisodiyotdagi talab va taklif qonunlaridan kelib chiqqan holatda jamiyatga tezkor, sifatli, manfaatli kontentlarni yetkazish uchun ulardan tahlil qiladi. Nazorat funksiyasi bor ekan. Nazorat funksiyasi nima degani? Jurnalistikaning nazorat funksiyasi bu boshqa funksiyalardan tubdan farq qiladi. Demak, nazorat funksiyasi nimani nazorat qiladi jurnalist deganda, ommaviy axborot vositalari o'zining nazorat funksiyasi orqali bevosita biz siz bilan ta'kidlab doimo aytadigan 4-hokimiyat degan vakolatini bajaradi. Bizlarda bilasiz 3 ta asosiy hokimiyat bo'ladigan bo'lsa, ya'ni qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyati bor. Qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi qaysilar deganda, qonun chiqaruvchi bu Oliy Majlisdir. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, Oliy Majlis Senati, bular qonun chiqaradi, qonunni ishlab chiqaradi. Prezident ular keyin qonunni imzolab, tasdiqlab beradi. Keyingi bosqichda ijro etuvchi tuzilmalar. Ijro etuvchi tuzilmalar bu Vazirlar Mahkamasiga bo'ysunadigan respublikamizdagi har qanday barcha turdagi vazirliklar bular ijro etuvchidir. Qaysi sohaga oid bo'lgan qonun chiqadigan bo'lsa, mana shu sohani vazirligiga qonun prezident administratsiyasi tomonidan yoki umuman olganda Qonunchilik palatasi tomonidan yetkaziladi va uni ijrosi ta'minlab berish talab etiladi. Ana shularni ishlashini kim nazorat qiladi? Qonun chiqaruvchi organni, ijro etuvchi organi va sud huquq tizimidagi organlarni kim nazorat qiladi deganda, bu savolga xalq tomonidan turib, aholi, keng jamoatchilik tomonidan turib, ommaviy axborot vositalari javob beradi. Ya'ni ularning faoliyatini yoritib, ular ustidan nazorat olib boradi. Yaxshi ishlayotgan bo'lsa, yaxshi faoliyat yurityapti deb xalqqa yetkazadi. Qonun buzilishi, poraxo'rlik, korrupsiya va hokazo hodisalar bo'layotgan bo'lsa, demak, uni ham xalqqa yetkazadi. Va xalq mana shu o'z xizmatchilariga bo'lgan bahosini beradi. O'zini fikrini beradi. O'zini nuqtai nazarini aynan nima orqali ifoda etadi desa, ommaviy axborot vositalari tarqatayotgan kontentlar orqali mana shu 3 ta hokimiyat ustidan nazorat o'rnatiladi. Va shularga keyingi vazifasi ijtimoiy fikr shakllantirish. Demak, jurnalist bu jamiyatdagi ijtimoiy fikrni shakllantirish uchun eng mas'ul hodisalardan, mas'ul shaxslardan, umuman olganda mas'ul institutlar, tuzilmalardan biridir. Oddiygina qilib bir so'z bilan aytganda, hozir kunimizda ijtimoiy tarmoqda judayam ko'plab xabarlar, axborotlar aylanyapti. Ko'pchilik bunga qanday qaraydi, qanday fikr bildiradi degan savol o'rtaga tashlasak, ko'pchilik aytadiki, televizorda e'lon qilindimi, matbuotda e'lon qilindimi, radioda aytib o'tildimi, demak u rost degan tushunchaga ham biz borib qolganmiz. Yosh kattalarimizdan e'tibor qaratasiz. Siz Telegramdan nimadir o'qiysiz, aytasiz. Yo'q, qo'ysangchi, holi televizordan aytmadi-ku, men gazetadan o'qimadim-ku, radiodan eshitmadim-ku degan fikrlarni aytishadi.
Chunki aynan mana shu katta yosh avlod vakillari axborotlarni qayerdan olishadi, qayerdan qabul qilishadi axborotlar deganda, qachonki radioda, televideniyeda, matbuotda e'lon qilinsagina ko'pchilik aholi, katta yosh aholi o'rtasida axborotga ishonch darajasi shunga qarab ortadi. Tashkiliy tuzilma degan tushuncha bor jurnalistikamizda, ya'ni bular institut sifati bo'lishi uchun tashkiliy tuzilma ham bo'lishi kerak. Telekanallar mavjud, nashriyotlar mavjud, radio tuzilmalari, internet nashrlari hammasi bir bo'lib, jurnalistika sohasi alohida bir institut sifatida shakllangan ekanligini bildiradi. O'zi institut deb aytyapmiz. Institut deganda ko'z oldimizga birinchi navbatda oliy ta'lim muassasasini tushunamiz. To'g'rimi, hurmatli talabalar? Institut deganda nimani tushunasizlar? Hurmatli talabalar, ana fikrlaymiz. Ana endi institut deganda kim qanday fikrda? Marhamat, fikrlaringizni bemalol bildirishlaringiz mumkin. Ustoz, siz aytmoqchi, o'sha oliy ta'lim muassasasini tushunamiz Mhm. birinchi o'rinda. Yana qanday fikr bor Keyin ekan? keyin o'sha men o'zimni fikrim, keyin Ha, o'sha deyman. davlat xizmatchilari ishlaydigan yoki prokuratura, shunga o'xshash ichki ishlar xodimi ishlagan joy ham institut desak bo'ladi. Chunki bu aholiga ma'lum bir jarayonda o'z xizmatini ko'rsatadi. Mhm. Yaxshi. Yana kimda qanday fikr bor? Bemalol fikrlaringiz institut deganda, agar oliy ta'lim muassasasini tushunsangiz, uni ham aytavering. Eng muhim narsa siz bilan bir fikr almashishimiz. Marhamat, kimda qanday fikr bor, hurmatli talabalar? Demak, institut birinchi navbatda o'zim aytadigan bo'lsam endi, birinchi ko'z oldingizga keladigan institut tushunchasi bu, demak, oliy ta'lim muassasasi. Ma'lum bir sohada ta'lim beruvchi, kadrlar tayyorlovchi yoki tadqiqot olib boruvchi oliy o'quv yurti tashkilotini tushunasiz, to'g'rimi? Lekin biz aytayotgan jurnalistika jamiyatning instituti degan jarayonga e'tibor qaratsak, endi bu oliy ta'lim muassasasi emas, o'qish joyi emas bu. Jurnalistikaning institut sifatidagi belgilari deganda nimani tushunishimiz kerak? Demak, endi institut so'zi jamiyatdagi barqaror tizim, qoidalar majmu yoki ijtimoiy mexanizm degan ma'noda qo'llanadi. Demak, qoidalar majmui ham nima ekan? Institut ekan. Barqaror tizimga ega qoidalar majmui va ijtimoiy mexanizm ma'nolarida qo'llanadi. Demak, bu jamiyatni boshqarib turuvchi qoidalar, tartib, rollar, tizimlar. Bular institut. Masalan, nimalarni olishimiz mumkin? Oila instituti. Bora mahalla instituti. Oila instituti nimadan iborat? Nikoh, ota-ona, farzand tarbiyasi bilan bog'liq ijtimoiy tartiblar majmui oila instituti deyiladi. Keyingisi masalan sud huquq institutiga e'tibor qaratsak, adolatni ta'minlovchi qonuniy tartib qoidalar instituti bu sud huquq instituti yoki saylov instituti, fuqarolarning ovoz berish jarayoni, saylov qoidalari, komissiya, nazorat mexanizmlarini barchasi bitta institut. Diniy institut bu diniy tashkilotlar, ibodat marosimlari, e'tiqod qoidalari. Bu yerda institut bino yoki tashkilot emas, aynan jamiyatdagi tartib tizimdir. Tartib tizimlar majmuasidir. Rasmiy tashkiliy institutlar, masalan, demak, demak talabamiz aytganday organ yoki strukturaviy birliklar. Misollar, Prezident instituti davlat boshqaruvidagi prezidentlik lavozimi, uning vakolatlari, saylanish tartibi, fuqarolik instituti, fuqaro bo'lish tartib, qonun, qoida va majburiyatlar, fuqarolik institutlari, qonunchilikdagi institutlar, masalan, meros huquqiy instituti, javobgarlik instituti va hokazo. Mahalla instituti bor. Biz ham aytmoqchi bo'lganimizki, jurnalistika ham jamiyatimizdagi bir tashkiliy tuzilma. Demak, u ham alohida bitta institut sifatida shakllangan. Tushunarli bo'ldi endi institutning nima ekanligi, jurnalistika institutining nima ekanligi. Ha, tushunarli bo'ldi.
faqat oliy ta'lim muassasasi o'qish joyi emas, mana shu jurnalistikaga oid bo'lgan barcha jarayon, axborot yig'ishdan tortib uni efirga uzatish, u haqida fikr bildirish bo'yicha jarayon, mexanizm, tizim ham bitta institut deb yuritiladi. Jurnalistikaning jamiyatdagi vazifalariga to'xtaladigan bo'lsak, deyarli ushbu vazifalarni biz har darsda takrorlayveramiz. Chunki yangi jihatdan o'rganib boraveramiz. Birinchisi axborot funksiyasi. Jamiyatdagi faktlar, yangiliklar, rasmiy ma'lumotlarni yetkazish. Bu institutning eng asosiy vazifasi, demak, jamiyatni real vaziyatdan xabardor qilish ekan. Ya'ni jurnalistika tuzilmasining, jurnalistika qonun-qoidalar tuzilmasining, ya'ni institutining asosiy vazifasi nima deganda, jamiyatni real vaziyatdan xabardor qilish. Ikkinchisi, tahlil va izoh berish funksiyasi bor ekan jurnalistikaning. Demak, bunga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ommaviy axborot vositalari hodisalarni, sabab, oqibatlarni sharhlaydi. Aholi uchun tushunarli kontekstlar yaratadi. Masalan, iqtisodiy islohotlar, siyosiy qarorlar, ijtimoiy muammolarni chuqur tahlil qilib, bu orqali jamiyatda bo'layotgan hodisalarni oddiy xalq vakillariga tezkorlik bilan yetkazish va ularga manfaatli vaziyatlar, manfaatli qarorlarning turmush tarziga ta'sir o'tkazadigan jihatlarni yoritib ochib berish, boshqalarga ham o'rnak sifatida ko'rsatish. Keyingisi nazorat funksiyasi. Jurnalistika, mana biz yuqorida aytib o'tdikki, hokimiyat va boshqa kuch tuzilmalari faoliyatini tanqidiy kuzatadi. Ular ustidan xalq nazoratini o'tkazadi. O'zini nazorati emas bu, ularning ustidan xalqning nazoratini o'tkazadi. Bu institut jamiyat muvozanatini saqlashda muhim rol o'ynaydi. Chunki aslida mana bu davlat idoralarida ishlayotgan shaxslar kimlar? Xalqni hayot, turmush darajasini yaxshilash uchun xizmat qilayotgan shaxslar ular. Ya'ni ular xalqning aslida xizmatchilari. Va mana shu jarayonda ular o'zlarini haddilardan yoki oshib ketishi, boshqa bir so'z bilan aytganda, o'zini mansab va lavozim vakolatlarini suiiste'mol qilmasligi orqali halol mehnat qilishini ustidan nazorat o'tkazish bu jurnalistikaning vazifalaridan biriga kiradi. O'sha uchun aytyaptiki, ular muvozanatni saqlash uchun rol o'ynaydi. O'sha davlat tashkilotlarida ishlayotgan odamlar ham siz va biz singari oddiy insonlar. Ular ham, demak, vazifasi nima desa, aholi turmush darajasini yaxshilash uchun xizmat qiladi. Xalqning asosiy haqiqiy xizmatkori ular. Demak, jurnalistika institutining tarkibiy elementlari, tuzilmalari. Birinchi navbatda me'yoriy va huquqiy bazasi. Jurnalistika institut sifatida me'yoriy huquqiy bazasi, xo'p, bular nimalardan iborat degan savol o'rtaga tug'iladi. Birinchi navbatda O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. Yangi konstitutsiyamizga e'tibor qaratadigan bo'lsak, umuman olganda konstitutsiyamizning 15-bobi aynan ommaviy axborot vositalari hisoblanadi. Demak, konstitutsiyamiz 15-bobi oldingi, ya'ni eski tahrirdagi 1992-yilda qabul qilingan konstitutsiyamizda faqat bittagina modda bor edi. Bugungi kunda esa, demak, O'zbekiston Respublikasining ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi konstitutsiya qo'shimcha o'zgarishlar kiritilgandan so'ng, bilasiz, yaqinda konstitutsiyamiz o'zgartirildi, yangilandi va ushbu jarayonda demak, aynan bitta alohida bob ajratildi. Mana 15-bob. Ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi bob. Bunda 3 ta modda kiritilgan. 2 ta moddadan iborat. 81 va 82-moddalar aynan ommaviy axborot vositalari to'g'risida. Demak, 81-modda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 81-moddasida ommaviy axborot vositalari erkindir va qonunga muvofiq ish olib boradilar. Davlat ommaviy axborot vositalarini faoliyatining erkinligi, ularning axborotni izlash, olish, undan foydalanish va uni tarqatishga bo'lgan huquqlarini amalga oshirishni kafolatlaydi.
Ommaviy axborot vositalari o'zi taqdim etadigan axborotning ishonchliligi uchun javobgardir. Bu aynan Konstitutsiyamizning 81-moddasida aynan shunday fikrlar berib o'tilgan. Konstitutsiyamizning 82-moddasi: senzuraga yo'l qo'yilmaydi. Ommaviy axborot vositalarining faoliyatiga to'sqinlik qilish yoki ularning ishlariga, faoliyatiga aralashish qonunga muvofiq javobgarlikka sabab bo'ladi. Demak, bizda ommaviy axborot vositalari to'g'risida alohida bob mavjud. 15-bob, ikkita moddamiz bor. Demak, Konstitutsiyaning moddalari tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingisiga e'tibor qaratamiz. Ya'ni ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonun. Demak, ushbu qonun, ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonun, bu qonun ham demak aynan faoliyatimizni e, to'g'ridan to'g'ri yuritishimiz uchun, bizlarni demak erkin faoliyat yuritishimiz uchun asosiy mezonlardan biri hisoblanadi. Ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonun, demak, bu Qonunchilik palatasi tomonidan 2006-yil 28-iyunda qabul qilingan, Senat tomonidan esa 2006-yil 30-noyabrda ma'qullangan va Prezident tomonidan 2007-yil 15-yanvarda demak imzolangan. Bir so'z bilan aytganda, ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonun 2007-yilda ishlab chiqilgan. Xo'p, ushbu qonun O'zbekiston Respublikasining 1997-yil 26-dekabrda qabul qilingan Ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishni ta'minlaydi. Demak, dastlab Ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonun 1997-yilda qabul qilingan, keyin kelib 2007-yilda qayta tahrirlangan, unga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritilgan. Ushbu qonunimiz 40 ta moddadan iborat. 6 bob 40 moddadan iborat hisoblanadi. Demak, quyida uning boblarini ko'rib o'tadigan bo'lsak, birinchi bobda demak umumiy qoidalar keltirib o'tilgan. Ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunning umumiy qoidalari keltirilgan. Xo'p, ikkinchi bobda ommaviy axborot vositalari faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi qonunlar keltirib o'tilgan. Uchinchi bobga diqqat qaratadigan bo'lsak, uchinchi bobimiz demak hozir bir daqiqa, uchinchi bobimiz uchinchi bobimiz hozir bir daqiqa. Tahririyatlar haqida ekan uchinchi bobimiz. To'rtinchi bobimizga e'tibor qaratamiz. Ommaviy axborot vositalari mahsulotini tarqatish, ommaviy axborot vositalari bozorni monopollashtirish yo'l qo'ymaslik to'g'risida. 25-moddada shunday fikr aytilgan: davriy bosma nashr alohida sonining adadi yoki adadining bir qismi yoxud teleradio, video, kinoxronikal dasturlarning va ommaviy axborotni davriy tarqatishning boshqa elektron tarzdagi alohida chiqarilishi ommaviy axborot vositalarining mahsulotidir deb aytyapti. Bir so'z bilan aytganda, siz ham demak ommaviy axborot kommunikatsiyalar agentligi tomonidan ro'yxat asosida, litsenziya asosida jamoatchilik faoli sifatida o'z faoliyatingizni yuritish huquqiga egasiz. 5-bobda ommaviy axborot vositalarining davlat hokimiyati va boshqaruv organlari, boshqa tashkilot va fuqarolar bilan munosabatlari deb aytilgan. Demak, 32-moddada ommaviy axborot vositalarida muallif materiallardan, fan, adabiyot va san'at asarlaridan qonunchilikka muvofiq foydalanishga yo'l qo'yiladi deb aytilgan. Umuman juda ham ko'p, ya'ni sohamizga oid bo'lgan barcha me'yoriy hujjatli qonunlar mana shu ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunda ko'rsatilgan va oxirgi bobi yakunlovchi bob sifatida ko'rsatilgan. Keyingisiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, axborot erkinliklari prinsipi to'g'risidagi qonunlar.
Xo'p, etika kodekslari, odob-axloq kodekslari mavjud. Jurnalistikada ham odob-axloq qoidalari to'g'risida. Keyingisi tashkiliy institutsional tuzilma, ya'ni tashkiliy institutsional tuzilmalar. Tahririyatlar, gazeta, jurnal, internet nashrlari, tele va radio kompaniyalar, axborot agentliklari, jurnalistlar uyushmasi va tashkilotlar. Bularni hammasi birlashib, demak, jurnalistika institutining tarkibiy tuzilmalaridan iborat. Keyingisi, demak, jurnalistik institutning tarkibiy elementlari. Uchinchisi, professional me'yorlar. Faktlarni tekshirish jarayoni, mana fakt checking deb aytdik. Ism-shariflar va manbalardan foydalanish qoidalari, balans va xosislik mezonlari, efir madaniyati, etik me'yorlar. Keyingisi, to'rtinchisi, ijtimoiy rollar. Jurnalist bu fakt yetkazuvchi, muharrir bu nazorat qiluvchi, tahlilchi bu izoh beruvchi. Bloger esa kim degan savolga raqamli medialashuv sharoitida yangi rol sifatida kirib kelyapti blogerlik. Jurnalistikaning ijtimoiy sifatidagi o'zgarishlari. Demak, birinchisi, raqamli transformatsiya yuzaga keldi. 19-20 asrlarda kuzatadigan bo'lsak, internet jurnalistikasining roli kuchaytirildi. Auditoriya interaktiv subyektga aylandi. Demak, raqamli transformatsiya kirib keldi bizlarda. Endi biz barcha axborot tizimlarini qay holatda o'rganamiz deganda, raqamli holatda o'rganamiz. Istalgan bir ma'lumotimiz hozirgi kunda raqamli axborot sifatida kirib kelyapti, aylanyapti. Hop, endi bu internet jurnalistikasini rolini kuchaytirdi. Raqamli transformatsiya, auditoriya interaktiv subyektga aylandi. Keyingisi, media marketing liberallashuvi. Endi axborot olish uchun, sifatli axborot tayyorlash uchun, demak, kuchli kurash ketayotgan bir vaziyatda xususiy telekanallar, nodavlat nashrlar soni ko'paya bordi. Oldin faqat axborot yetkazuvchi manbalar, davlat telekanallari, davlat nashrlari bo'ladigan bo'lsa, endi ularga raqobatbardosh sifatida xususiy kanallar va nodavlat nashrlari ham asta-sekinlik bilan mana hozirgi kunimizda asosiy bo'g'inga aylanib boryapti. Oddiygina bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, hozirgi kunimizda davlat telekanallaridan ko'ra xususiy kanallarning kuzatuvchilari, ularni ko'ruvchilar soni juda ham ko'p. Keyingisi, ijtimoiy tarmoqlar ta'siri. Bu ham jurnalistikaning o'zgarishiga, ya'ni ijtimoiy institut sifatidagi o'zgarishlarga ta'sir o'tkazyapti. Institutsional jurnalistika va fuqarolik jurnalistikasi o'zaro ta'sirga kirishdi. Endi oldin institutsional jurnalistika faqat fikr bildirsa, faqat fikrni yetkazadigan edi. Hozirgi kunda endi fuqarolik jurnalistikasi institutsional jurnalistikaga bevosita ta'sir o'tkazib, fuqarolar ham axborot yetkazadigan, fuqarolar ham bemalol axborotni tahlil qiladigan, unga o'z munosabatini to'g'ridan to'g'ri ko'rsata oladigan, bildira oladigan jarayonda yashayapmiz. Keyingisi, data jurnalistikasi, fact checkingning o'sishi. Yolg'on axborotga qarshi kurash jurnalistikaning yangi vazifalaridan biriga aylandi. Bu uchun biz yuqorida aytib o'tdik, data jurnalistika va fact checking sohasi shakllanib boryapti, yuksaklik bilan rivojlanyapti. Kunimizda data jurnalistikasi va fact checking eng daromadli sohalardan biriga aylanib ulgurayotgan ekanligi hech birimizga sir emas. Nima uchun jurnalistika bu o'zi ijtimoiy institut sifatida qaraladi? Demak, quyidagi jihatlar bunga yaqqol misol bo'la oladi. Birinchi navbatdan jamiyat ehtiyojini qondiradi, axborotga bo'lgan talabni bajaradi. Birinchi sababi ana shu. Demak, institut sifatida qarashimizga birinchi sabab axborotga bo'lgan ehtiyojni qondirgani uchun, talabni bajargani uchun biz uni jurnalistikani alohida institut sifatida shakllantira oldi degan fikrni aytamiz. Barqaror me'yorlar tizimiga ega. Demak, kasb kodekslari bor, qonunlar bor, qoidalar bor, etik qoidalar bor, odob-axloq me'yorlari bor. Keyingisi, tashkiliy strukturaga ega. Demak, u tashkiliy jihatdan tahririyatlar, agentliklar va media tizimiga ega. Keyingisi, muayyan rollarni bajaradi. Nazorat qiladi, tahlil qiladi, integratsiya qiladi, ma'rifat ulashadi.
ana shu rollarni bajaradi. Keyingi jihatga e'tibor qaratadigan bo'lsak, jamiyat taraqqiyotiga bevosita ta'sir o'tkazadi. Demokratiyani, islohotlarni, ochiqlik siyosatini birinchi o'ringa qo'yadi. Shuning uchun ham biz hozirgi kunda jurnalistikani ijtimoiy institut sifatida shakllanib ulgurdi degan fikrni bemalol ilgari surishimiz mumkin. Demak, bugungi birinchi rejamiz bilan bog'liq savollar bormi, hurmatli talabalar? Birinchi rejamiz, ya'ni ijtimoiy institut sifatida degan e, mana shu jarayondagacha kimni qayeriga tushunmadi, kimga qaysidir jihatni yana bir bor tushuntirib o'tishga ehtiyoj sezilyapti yoki kimdir umuman tushunmagan bo'lishi mumkin. Bemalol fikrlaringizni eshitaman. Kimda qanday tushunarsiz holatlar bo'lsa, qo'limizdan kelgancha, demak, yana bir bor tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Marhamat, kimda qanday fikr va savollar mavjud? Darsga tushundik. Ustoz, aytdingizki, siz litsenziyadan o'tadi dedingiz. Mhm. Agar shu litsenziyani olib qo'ysa, jurnalistlik qilolmaydimi? Chunki yaqinda o'sha bitta vodiylik jurnalisti litsenziyasini olib qo'yishibdi-da, shunga so'ramoqchi edim. Ha, u masalan ijtimoiy tarmoqlarda o'zini faoliyatini yuritaveradi. Lekin degan joyi bor. Masalan, jamoatchilik faoli sifatidagi litsenziya beriladi. Ommaviy axborot vositasi sifatida litsenziya beriladi. Demak, u davlat tashkilotlari, umuman davlat organlari ustidan nazorat funksiyasini yo'qotgan bo'ladi. Aha, ha. Ya'ni jurnalistik surishtiruvlarni uyushtirish uchun masalan kelinki prokuratura, ichki ishlar organlari yoki kelinki bir oddiygina bir umumiy ovqatlanish zallari bor, umumiy ovqatlanish shoxobchalari bor. Biz tillarda restoran, kafelar bor, ularga Hı. kirib kontent tayyorlash uchun birinchi navbatda qani sizni litsenziyangiz axborot agentligi tomonidan, OAK tomonidan ro'yxatga olingan litsenziyangiz qani deb so'raydi. Ana shu paytda agar, chunki u xususiy bo'lishi mumkin, davlatniki bo'lishi mumkin, litsenziyasiz surishtiruvlarni o'tkazish yoki litsenziyasiz mana bu ichki kuch ishlatar tuzilmalar, prokuratura, ichki ishlar, sud, huquq tizimlariga ishlarga aralashishga haqqingiz bo'lmaydi qonuniy jihatdan. Chunki ular oddiy fuqarolarga axborotlarni ochiqlashi mumkin emas bo'lgan jihatlari bor. Ana bu jihatlardan sizdan litsenziya talab qilinadi. Mhm. Tushunarli. Yana qanday fikrlar bor? Chunki Marhamat. chunki jurnalist ustoz, u jurnalist bizga ko'pincha o'rdaga kirganimizda, o'sha o'rdada kontent tayyorlardik. O'sha jurnalist ruxsat olib beradi-da bizga, o'shanga Rahmat. so'ragandim hozir. O'sha kirish uchun sizga ruxsatnoma beriladi, to'g'rimi? Aha, Mana bizga shu berilmagan chunki bitta ruxsatnoma sizni faoliyatingizni ana bu yergacha borib bilasan degan joyini ifodalaydi. aha. Yana sizlarda hokimiyatni o'rda deydimi? Yo'q, o'rda bor-ku, Qo'qondagi. Ha, ha, ha. Xudoyorxon o'rdasi. O'shanga kiramiz. Ha, Xudoyorxonga U kiradik. yerda O'sha kontent, yordam beradi. chunki u e'tibor qaratgan bo'lsangiz, birinchi navbatda tarixiy obyekt sifatida va ikkinchi navbatda qo'riqlanadigan obyekt sifatida qaraladi. Xudoyorxon o'rdasi. Aha. Axranalar ko'p turishadi. O'shanda Xuddi shunday. axranalar so'rashganida, Hmm. o'shalar yordam berishgan edi. Marhamat. Yana kimda qanday fikrlar bor? Bemalol so'rashingiz mumkin fikrlarni. Kimda qanday fikr bor? Kim nimaga tushunmadi? Bir daqiqa, 2 daqiqadan so'ng darsimizning, ma'ruzamizning birinchi qismi o'z yakuniga yetadi. Demak, biz yana Zoom platformasi orqali men qayta silka tashlayman va yana darsimizni ikkinchi bosqichini davom ettiramiz. Savollar bormi? Hurmatli talabalar.
Kimda qanday savollar mavjud? Bemalol fikrlaringiz, savollaringiz bo'lsa eshitaman.